Dasturchi bo'lish mazza. Ko'chada issiqda, sovuqda yurmaysiz. Konditsionerxonada o'tirib, kuniga atigi 2-3 soat barmoqlaringizni ishlatib qo'yasiz va bo'ldi. Xohlaganni dengizi bo'yida uni tomosha qilib, ozgincha ishlab qo'ysangiz bo'ldi. Shu dasturchi hayoti. Ishonasiz-a? Haqiqatan bunday emas. Barmoqlaringiz bilan pul toping kabi marketing xolos. Va ko'pchilik buni qurboniga aylanishdi. Bu videoda haqiqiy dasturchilik o'z aslida qanaqa bo'lishini, qiyinchiliklari va imkoniyatlarini ko'ramiz. Dasturchining eng asosiy vazifasi kod yozish. Kod yozish emas. Kompyuterga termul bilan o'tirish emas. Muammolarga yechim berish. Asosiy vazifa hayotdagi muammolarni ilg'ay olish va dasturlash orqali ularni yecha olish. Dasturlash bularni yechish uchun asbob xolos. Shuning uchun dasturchi hayotiy muammolarni kichik bo'laklarga bo'laklab, algoritm orqali o'zini javobini bera olish kerak. Yechim berish uchun sizga yana bitta narsa qilishingiz kerak. Kompyuter bilan gaplashish. Uni tili qiyin. Tili o'zi aslida oson, lekin tilini topib, injiqliklarni ko'tarib yurish qiyin. Lekin nimaga? Kodlar yozilganda yuzlab qatorlar yoziladi va vaqti bilan uni o'zgartirish, ishlatish kerak bo'ladi. Shuning uchun kodlarda mabodo xatolar bo'lsa, ularni dasturchilar tuzatish kerak bo'ladi. Kompyuter uchun esa 100% to'g'ri dastur yozilmaguncha ishlamay turaveradi. Bir qator kodni 2-3 kunlab xatoni qidirgan paytlarim bo'lgan o'zimniki. Lekin shu 2-3 kun davomida butun dunyo ko'ziga chiroyli ko'rinib ketadi va hayotda qilgan qarorlarni so'roq qilish boshlaysiz. Nimaga ham kirib qoldim? Nimaga videoda kod ishlayapti, lekin bir xil harfma-harf yozsam ham meniki ishlamayapti. Kecha ishlagan, bugun ishlamaydi. Sizda ishlayotgan, boshqa kompyuterda ishlamaydi, hokazo. Yetmaganiga dasturlash tillari ham bir yerda jim turishmaydi. IT eng tez o'zgaradigan soha. Shuning uchun fundamental bilim bir xil tursa-da, dasturlash tillari o'zgarib boradi. To'xtovsiz o'rganishga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham dasturlayotganda brauzer bir tomonda doimiy Google ochib turadi. Lekin faqat buni hech kimga aytmang. Dasturchilik siri. Xo'p, dasturlash shunchalik qiyin, yomonmi? Yo'q. Dasturlash bu san'at. Yozgan har bir kodingiz xuddi she'rga o'xshaydi. Boshida she'r tugul ma'nosi bor bitta gapga ham o'xshamaydi, lekin davom ettirsangiz go'yoki asar yaratasiz. Dasturlash Lego bloklarga o'xshaydi. Sizga kichik qismlar berilgan va shu orqali tasavvur qila olgan deyarli har qanaqa narsangizni yarata olasiz. Faqatgina shu emas. Dasturlash qadrini bilganlarga yaxshi daromad ham beradi. Sohil bo'yida liboy payt borib turib dam olmasangiz ham iqtisodiy erkinlikka erisha olasiz. Lekin puldan ham qizarroq narsa bor. Odamlar. Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Agar bu kompaniyalarda ishlasangiz, dunyodagi eng kuchli odamlar atrofida olasiz. Millionlab insonlar ishlatadigan platformalarni ular bilan birgalikda qura olasiz. Shunchaki ajoyib. Hatto kichik startaplarga qo'shilish va uni o'sayotganini ko'rish, hissa qo'shish hech qayda ololmaydigan hayotdagi qiziq voqealardan bo'lib qoladi hayotingizda. Dasturlaringizni insonlar ishlatgandagi hissiyotni o'zini so'z bilan o'z asli tasvirlab bo'lmaydi. Buni shunchaki o'zingiz his qilishingiz kerak. Xo'sh, dasturlash shunaqami? Qiyinchiliklar, sabr, uzoq vaqtda investitsiyaga tayyor bo'lsangiz, dasturlash doimiy hammani qutlab kutib oladi. Ko'pchilik ketadi. Kamchilik qoladi. Lekin shu qolganlar vaqti kelib, dasturlash yetarlicha mukofotlaydi deb shunga umid qilaman. Agar shu yo'lni bosib o'tishga tayyor bo'lsangiz,
Undan boshladik.